Lavoylar tashqaridan yaxlagan. Shunchalik sovuqligi yaxshi. Endi havo ham sovuq. Lekin qarov ideal. Asosiy motori yuragini yangiladik, o'sha uchun effekt yaxshi bo'ldi nasib etsa. Shunga o'xshash kontener qurmoq kerak bo'lsa, uning boks fuqaroga murojaat qilishingizni so'raymiz. Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech, kuningiz xayrli barakali bo'lsin. Nexia avtomobilimizga kontenerni remont qilib berdik. Kontener motorcha yangi bo'ldik. Qarab qilishini qarang. Xalas yo'qotdi bu. Motorchasini yangiladik, dvaynik trubkasini yangiladik, sistemani tozalab berdik. Gaplar ko'rinib yo'q bilmayman. Kimga kontener sistemasiga xizmat kerak bo'lsa, bemalol orqaga chiqinglar. Tonirovka xizmatimiz ham mavjud.